Instagramda o'tirganimda mana shu videolarga ko'zim tushdi. Videoda vafot etib ketgan bobosini suratini sun'iy intellekt orqali gapirtirishgan. Oilang tinchmi? Farzandlaring? Bunga juda ham qiziqdim. Keyin bilsam, buni 300 ming, 400 mingdan Instagramda tayyorlab berishayotgan ekan. Qo'ysangizchi. Men sizga o'zim har doimgidek bepul yo'lni o'rgatib qo'yaman, o'zingiz bemalol tayyorlab olasiz. Faqat bitta sharti bor. Menga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yasiz. Gemini ilovasini App Store yoki Play Marketdan yuklab olasiz yoki saytiga kirsangiz ham bo'ladi. Boshlashimizdan oldin Nano Banana yoki Imagine degan funksiyasi bo'ladi. Shuni yoqib qo'yamiz. O'sha o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni yuklaymiz va men ko'rsatgan mana shu promptni yozasiz. Bu yirtilib ketgan, rangsiz, eski rasmlarning sifatini yaxshilab beradi. Agar sizda rasm sifati shundoq ham yaxshi bo'lsa, bu joy sizga kerak emas. Keyin esa brauzerdan Google Labs Flow deb qidiramiz. Saytga kirib ro'yxatdan o'tamiz va Sozdat Project degan joyni bosamiz. Va bu joydan video по кадрам degan joyni tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Pastki o'ng burchagidan bu joyni bosib, vertikal formatga o'tkazib qo'yamiz va men ko'rsatgan shu promptni yozasiz. Faqat mana shu ko'rsatilgan joydagi matnni o'zingizga moslab o'zgartirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Plyusni bosib, kerakli rasmni yuklaymiz. Promptni ham yozamiz va yuboramiz. Biroz kutsak, video tayyor bo'ladi. Hayot davom etar bolam. Videoda ko'rsatilgan barcha promptlarni men Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Profilim shapkasidan Telegram kanalimga o'tib olsangiz bo'ladi. Ha, bu rostdan ham odamga boshqacha emotsiya beradi. Yaqinlarni sog'inganlar buni bittada sezishadi. Video yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham yuborib qo'ying va albatta sinab ko'ringlar.